Assalomu alaykum hammaga. Bu fayzli xonadonimiz egalari Dilora opamiz. Dilora opamizga 3 ta qiziq savolimiz bor. Oxirigacha ko'rishlarini tavsiya qilaman. Dilora opa, bizning jamoamizni qanaqa qilib, nima sababdan tanladingiz? Birinchi savolim, ikkinchi savolim, jamoamiz haqida yaxshi va yomon tarafini aytib berasiz. Uchinchi savolim, bunaqa chiroyli, qimmat yoshlardan ishlash uchun nima ish qilish kerak? Shohruh o'zi sizlarning Tog'zor Mramor servisi jamoasini Instagramda anchadan beri kuzatardim. Rosa yoqardi ishinglar, do'yi postli qo'yardingiz, hammasi yoqardi. Lekin baribir ayol kishi ana живой ko'rgisi keladi-ku. Ukamning sinfdoshi bor edi. Shuni uyiga bordim, erinmasdan bordim. Полный живой obzor qildim, ko'rdim, hammasi yoqdi. Keyin sizni taklif qildim. Rahmat. To'g'risini aytadigan bo'lsam, yomon taraf umuman yo'q. Rahmat. Hammasi yaxshi taraf. Chunki ular o'zlari vaqtida turishardi. Bizdan birinchi turishardi. To'g'risini aytsam, disiplina zo'r. Hammasi vaqtida qilinardi. Bekorchi ish bo'lmasdi. Telefon o'tirishmasdi, o'ynab, например, endi shunaqa narsalar ham bo'lganda, endi aytib o'tishim kerak. Hammasi vaqtida qilinardi. Men tadbirkorman, shu ayollar kiyim do'konim bor. Shu ancha yildan beri ishlaymiz, ancha tajribamiz bor. Endi ota-onam duosi shu orada men tavsiya qilaman. Tog'zor Mramor servisini tanlaganimdan juda ham xursandman. Rahmat. Chunki hamma narsa men xohlagandek addushi bo'ldi. Xudoga shukr, rahmat. Men xohlagandek natijalar bo'ldi. Faqat yomon tarafi nima? Rosa changirgan bo'ldi. Shu xolos yomon tarafi.